belda ko'rdingiz o'tgan safar. Menga kelib o'dingiz. Men tikatirsam bo'lmaydi belim. Yo'lda yursam boshi bo'lmaydi. Bir 50 kilometr yursam mandir og'rib qoladi. Qolib qoladi-ku, yo'lda ko'p yurasiz, sizda ham bo'lsa kerak. Qaqshaydi. Bular yo'q, deyarli yo'qib ketgan. Kam hozir kelguncha oz borunda avvalgidek emas, qotib qoladi, yo'q qoladi. Belda endi avval hamda dustam yotsam yotolmaydi. Dustam 10 minutdan keyin ololmaydi. Qiynalib ketadi. Hozir yo'q. Xudoga shukr, shu bir marta ko'rdingiz, bir martadan keyin men juda qiynalib yurganman. 10 yillar. Kimani dedingiz? Bo'ldi, siz kelmang, faqat xolani olib keling dedingiz. Men katta akaman keluvdi. Uchimiz keluvdik-da. Endi ko'pchilik keladi, men eslayapman, xolamni ham, sizni ham ko'rganimni eslayapman. To'g'ri, har kun odam keladi shunday. Keyin menga kelmang dedingiz, lekin men bil yaxshi bo'lib ketdi. Bildim, faqat o'yinni oz mana bor, unchalik emas bu ham. Avvalgidek emas lekin. Bo'lmasa bu safarga yo borsam yo kelasiz ko'ramiz burada. Juda ko'p bo'lmasa nima qilamiz bekora? Azob berib qo'yingizni. Menda deyarli yo'q, ehtiyoj yo'q demoqchiman Sizlarda, ha. Menga ehtiyoj yo'q. Men belimda misol uchun muammosi kerak emas menga. Bekordan bekor hozir ursam bir hafta, kimdir 5 kun shunaqa sar og'rib yuradilarmi? To'g'risi. Biz boshida tushunmabmiz-da, birinchi kelganmiz. Bo'lolmayman-da belimda. Akamga aytaman, "Aka bordim o'zi battar bo'ldim men." Bir hafta 10 kundan keyin ochilib ketdim. Yo'q qoldi, og'riganmi yo'q. Yursam ham ko'p tikkatirib qolsam, bel yo'q qoladi. Qotib qoladi.